Yaxşımısızlar? Mən bugün bu videonu ikinci qitim çekişim. Çünki birinci qitimdə mən videonu çıxarğan vaxtımda bu ekranda mən kök cisimlərini, məsələn, gezigenlərini, planetlarni billa mening bilan tang sözləşim bilan tang ekranda chiqyotidi deb o'ylabdim. Әмниятте uni YouTube'ga yo'llab bo'lgandan keyin u mening kutgunimdek bo'lmay qapti. Shunlashqa balkim birinchi qitimqi videoda chiqargandek hissiyotim bilan so'zlay olayman deb o'ylayman. Hamda lekin men shunday yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men Sajida Avstriyadan. Men 3-4 yilningizni o'zim qiziqish orqali o'rgangan bir astrologiya, yulduz ilmi deyildi. Buni Hanzu tilida Zheng Shu deyildi. Ben buna qiziqdim, hem de bunu öğünüp bir neticesini aldım, diplomlarını aldım. Ben bu jarayonda bu astrologiya öğünüştüm burun. Bu astrologiya degan nima men hiç anlap bakmagan. Bu men bilip bakmagan. Belki mening öğünüş nazariyam, bilim nazariyam belki kichikmi yoki sizlar bilamsizlar, onu bilmayman. Bu astrologiyaga kirishgandan keyin o'zim ko'nglimda davomliq nima uchun men, nima uchun bundaq bo'ldi, nima uchun degan savollarimga javoblarimning hammasini astrologiyaning ichida topdim. Bu astrologiya degan nima degan vaqtda oldi bilan astrologiya astro yulduz deyildi, yulduzlar ko'k jismlari, logiya degan matematik. Yıldız cisimlerinin hesaplanış, yıldız cisimlerinin matematiksi desek buldu. Yani birisiga yıldız ilminin tili desek buldu. Bunu astrologiyani öğrengandan keyin özünüz bu astroloji bu bir til desek mi buludu? Bu astrologiya undaqda bu qachoningizı bati, bu astrologiya qachoningizı paydo bo'lgan desangiz bu qadimdan tatib bor ilm. Chunki ko'k jisimlari qadimdan boshlab bor. Yer shari bo'lishdan burunmi ko'k jisimlari bo'lgan degandek shundoq deb qarasangiz bo'ldi. Hamda astrologiya degan nima deb yana bir desangiz, bu astrologiya birsiga til desangiz bo'ldi, astrolog tili desangiz bo'ldi. Chunki bu ko'k jisimlarning matematik hisoblanishni yeyishalasangiz, buning matematikasini bilasangiz, buni analiz qila olsangiz, bu tilni bildim degan gap. Bu bir ilim. Anadan keyin buni qadimdan boshlab kimlar qo'llanib ekan desangiz, qadimdan boshlab bizning Yunan davrida, Sumer davrida, Misr davrida shu tarixlarimiz bor dunyoning tarixida. Shu tarixlardan tortib qo'llanib kelgan. Toki hozirgacha hammasi qo'llanib kelyapti. Faqat men o'zimni eng keyinda qoldim deb o'yladim. Lekin ilmi o'rgangandan keyin ilmi kechikmabdimi, hozir bo'lsinmi o'rganibdimi, bilibdimi degan natijaga keldim. Bu astrologiya deganda unda ko'k jismlari deganda ko'kdagi qaysi jismlar deyishingiz mumkin. Ko'kdagi qaysi jismlar deganda Quyoshdan boshlab Quyosh sistemasidagi 9 planet deb qo'yamiz. Masalan, Quyosh sistemasida qancha planetlar bor, qaysi planetlar bor u bu desa, Quyoshning yanida Merkur bor. Mening ekranimda sizga chiqamdi, chiqmamdi. Keyinchi balki men fotoğraf bilan avatib qo'yishim mumkin, ko'rsatishim mumkin. Quyosh, Merkur, Venusdan keyin Yer shari. Yer sharidan keyin Yer sharining yanida Ay bor. Ayning masalan aylanish markazi Yer shari. Bu faqat Yer sharining atrofida aylanadi. Anadan keyin Marsdan keyin Yupiter. Yupiterdan keyin Saturn, Saturndan keyin Neptun, Uranus, Pluto. Bu 9 gezegen, 9 planet, 9 osmon jismi yoki 9 yulduz, bu cho'ng yulduzlarning o'tiri. Bular bir-biri bilan
Her vaqt birleşip durmaydı. Ular çeçilip durdu o hamda. Hamda bularning arlıqlari näiti hemmisinin ma'lum bir qonuniyat bilan aylandi hammasi. Bu planetlarning ba'zida retro deyildi. Hamda retro deganlik ta'tir aylanish deb qo'ydi. Amaliyotda geziganlar qat'iy ta'tir aylanmaydi. Bu faqat ostilaydi. Amma yer şaridan biz ko'rgan vaqtda, chunki yer shari o'zining atrofida aylanib, ta'tirdan aylanib turib, kunda 1 grad yo'tkildi. Öz aylanishini 24 soatda aylanib chiqadi. Bu jarayonda bu hech qaysi planet, hech qaysi yulduz hech qachon jim turgan yulduz yo'q. Hammasi yo'tkildi, o'zgarib turdi. Hammasining bir musofisi bor, hammasining o'zgacha surati bor. Hamda bu jarayonda bu geziganlarninki bo'pti, bu osmondagi geziganlarga, bizning osmondagi gezigan bilan nima aloqamiz bor degan vaqtda, osmondagi geziganning harakati sizin yer şarınız bilan nəhayət ziş münasibətlik. Yer osmondagi bütün ilmi geziganlarning harakati biz bilan bizga bevosita munosabat qildi. Chunki birinchi osmonda quyosh bor. Quyosh bizga zich munosabatlik. Chunki quyoshning issiqligi bo'lmasa, quyoshning nuri bo'lmasa, bizning kundalik harakatimiz bo'lmaydi. Bizga og'ir metallar, masalan, yer sharidagi bütün qattiq metal degandeklarning hammasi quyosh bo'lmasa bular bo'lmaydi. Quyosh bo'lmasa bütün geziganlar, quyoshning atrofidagi geziganlar bo'lmaydi. Bizmi bo'lmaymiz, yer sharimi bo'lmaymiz. Biz faqat bir-birimiz bilan magnit maydoni orqali tutishib turibmiz bütün geziganlar. Shunlashqa magnit maydoni bizga nihoyatda ko'p ta'sir qildi. Qiz bevosita munosabatlik magnit maydoni bo'lmasa biz mavjud bo'lib tura olmaymiz. Deganga o'xshash. Endi bu yer sharidagi bu geziganlar bizga shunday ta'sir qildi. Bu geziganlar bizga ta'sir qilgandan boshlab bizning boshqa kundalik turmushimizga nihoyatda zich munosabatlik. Shunlashqa har bir geziganlarning harakatlarini, geziganlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatlarini, bir-biri bilan bo'lgan munosabat deganda bir-biri bilan matematikalik, geometriyalik bulung hosil qildi bular. Bir-biri bilan mancha grad farqlandi, mancha grad uzoqlikda, bir-birisi bilan 60lik darajasi bo'ldi hozir, 90lik darajasi bo'ldi, 120lik darajasi bo'ldi, 360lik bir-biri bilan tuz bir siziq keldi degandek shundaq nimalarni hisoblaymiz buningki. Buni hisoblagan vaqtda bularning masalan 30 gradlik, 45 gradlik, 60 gradlik, 90 gradlik degandek darajalar bor. Bir-biri bilan bo'lgan arliqligi. Bu arliqligida qandaq foydalanamiz deganda bu bularga biz masalan astrologiyani o'rgangandan keyin 60 gradlik darajasi bo'lgan vaqtda bu bir fursat, bu vaqtni ching tutayli, bu vaqtda ishga boshlasak bo'ladi deymiz. Aslida 30 gradlikda ichimizga tug'di bu ishlar. İçimizdan shu kelayotgan bir masalan tuyg'u keladi. Şu tuyg'ularimizni to'g'ri qo'llanish. Andan keyin 60 grad bo'lgan vaqtda rasmiy harakatga o'tish degandek. Lekin 45 grad bo'lgan vaqtda buningga bel qo'yib o'tish. Ay bo'ldilar, men qilolmadim, voy bo'ldilar, men tashlab qo'yaychi deb balqi o'rinliq qilishlar 45 gradlarda bo'ldi. Kichikgina qiyinchiliklarda bel qo'yib o'tish degandek. 90 grad bo'lgan vaqtda buni qilmaganimizga pushmon qildigan yoki harakatga o'tmay amal yo'q, qilmasak bo'lmaydigan ahvollar bo'lib qoldi. 120 grad bo'lgan vaqtda 120 gradlik bo'lgan vaqtda voy menga bunday fursat keldi, bu fursatni ching tutay degan vaqtlar bo'ldi degandek shu vaqtdan foydalanish. Bu astrologiyani o'rgangandan keyin inson vaqtdan nihoyatda mukammal yaxshi foydalanish o'rtaga chiqadi. Shunlashqa astrologiyani o'rganganimdan nihoyatda xush bo'ldim. Hem bu o'rganganlarimni sizlarga billa sizlarga sunib, sizlarning vaqtdan yaxshi foydalanishingiz uchun qulaylik yaratib berishni o'ylashdim. Men bilganni sizlar bilinglar. Men qo'llangan qulaylikni sizlarning turmushingizda qulayliklar bo'lsin degandek. Hamda sizlarga bundan boshlab
Her şembe günü etdigende, her şembe günü ya etdigende ya tushdan bulamda, ishqilib şembe günü vaqtimda chiqargan vaqtimda bir kichkina video orqali haftalik yoki oylik degandek yoki to'lin oylik, yangi oylik degandek hamda shu vaqtlarga qarab turib o'zim deyman, agarda sizlar kommentarga yozib qo'ysanglar bizga mandaq mazmundagi narsa lozimdi deb desanglar, shuni qarab turib tayyorlik qilaman. Shuning uchun men bugundan boshladim. Uzundan buyon o'ylab kelayotgan shundoq bir manfaatli ish qilsam bo'ldi deb. Endi shu astrologiyada men bilganni sizlarmi bilinglar, qo'llaninglar deb foydali yaratish uchun bu videoni tayyor qildim. Andan keyin astroloji deymiz. Bu astrolojiyada masalan bu quyosh deymiz, oy deymiz, Merkur deymiz, Venus deymiz. Bu gezgenler neymiş qilgan bu kim, xuddaylik palonchi, po'kinchisi, u kim, bu kim degandek shu gezgenlarning roli nima? Bu neymiş qilgan? Bu bizga qanday ta'sir ko'rsatdi degandek ularni qilamiz. Andan keyin yulduz ilmi. Uyg'urchada buni biz astrolojiyani yulduz ilmi deymiz. Hanzuchada Zhenxing Shu deymiz. Dünya tilida astroloji deydi. Astroloji, okey. Undaq bo'lsa, bu astroloji har bir inson o'rgansa o'xshash o'rganamdi. Har bir insonning yulduz xaritasi o'xshash bo'lamdi. Deymiz. Har bir insonning yulduz xaritasi o'xshamaydi. Xuddi har bir insonning barmoq izi o'xshamaganga o'xshash, bu yulduz xaritasimi o'xshash bo'lmaydi. Shuningdek, har inson o'zining tug'ilgan soati, tug'ilgan vaqti, minut, sekund, daqiqa, tug'ilgan o'rni u bek muhim. Shuningdek, tug'ilgan o'rningizni, tug'ilgan soatingizni, tug'ilgan kuningizni jilay kun, tug'ilgan minut, sekundingizni. Uni aniq bilgandan keyin sizning tug'ilgan vaqtingizga ufuqdagi yulduz turkumi qaysi bo'lsa, siz shuning energiyasini olasiz. Andan keyin mening yulduz xaritam qanday bo'ldi, qaysi yulduz qandaqdi, qaysi yulduz qandaq. Okey, siz tug'ilgan vaqtda shu birinchi nafas, bu dunyodagi birinchi nafasingizni o'zingiz mustaqil olgan vaqt, shu minut, sekundni ko'z oldingizga tutamiz. Shu vaqtda osmondagi yulduzlarning, mushu planetlarning o'rni qandaqdi? Bular qaysi yulduz turkumlariga joylashqandi? Yoki bu yulduzlar bir-biri bilan qandaq bulonlarni hosil qilgan? Undaq bo'lsa, bu insonning bu hayotdagi, masalan, tug'ilgandan tugaganga qadar yashaydigan qismati, yashash tarixi, yashash tarix desak bo'ladi mencha. Hayot yo'li deymiz. Hayot yo'lida nima ishlar bo'ladi, qanday qiyinchiliklarga yo'liqidi, qanday qulayliklarga erishidi, qanday fursatlar bor, qiyinchilik o'tganlardan qanday o'tadi deganlarni shu yulduz xaritangizni yaxshi analiz qilgan vaqtingizda siz butun jafolarni yoki qulayliklarni yaxshi bartaraf qilish, vaqtdan go'zal qo'llanish, bu qulaylikqa erishsiz. Xuddi masalanga siz bilmagan bir shaharga chiqdingiz. Mashinangizni o'zingiz haydab menyapsiz. Siz bu shaharni tanimaysiz, ammo GPS degan bir narsa bor. U GPSni qo'llangan vaqtda mashinangizda siz boradigan adresni yozib qo'ysangiz, u GPS bilan sizga yo'llarni ko'rsatib turadi. Shuningga o'xshash, yulduz xaritasi sizning hayot xaritangiz. Uni siz qanday qo'llanish, qanday foydalanish, siz shu yulduz xaritasini o'rgangandan keyin, yulduz ilmini o'rgangandan keyin siz o'zingizga bo'lgan qulayliklarni go'zal shaklda o'zingizning hayot yo'lida bütün qulayliklaringiz, jafolaringizni hammani yaxshi bir shaklda apmoq olaysiz. Qaysi vaqtda to'xtashni, qaysi vaqtda mengishni, qaysi vaqtda saqlab turishni degandek hayot musofiringizdagi vaqtingizni nihoyat go'zal o'rinlashtira olasiz, qo'llana olasiz. Endi menchi men o'rgangandan keyin shunday xo'sh bo'ldim. O'zimning burun nima uchun shunday bo'ladi, nima uchun men nima uchun buni yashashim kerak, nima uchun mengalam yo'liqidi degandek
suallarımның hammasiga men javobini topdim. Hem xo'shallik bilan, ko'nglimdagi qiziqishim bilan o'rganganim bo'ldi. O'rganganimga qo'shildim. Eee, bu maktabni bitirdim. Diplomimni oldim. Endi vazifam men o'rganganni, men bilganlarni sizlarga bildirish, qiziqqaninglar bo'lsa, eee mening tavsiya qilgan, mening bergan sizlarga sungan bilimimdan tang huzurlanish degandek. Shunlashqa bugun men bu videoni sundim. Endi vaqtlar bilan yana masalanga ilgirki kunlarda asta-asta har bir keziganlarni ayrim ko'rsatgan vaqtda butun nimalar masalan har bir keziganni ayrim tushundirmiz. Endi men sizlarga horoskop, yulduz ilmi, yulduz xaritasi degan qaysi desangiz, hozir men sizlarga ko'rsatib kelayotgan masalanga men ostidagi bu yoqqa olib qo'yib turay. Asli masalanga men xaritada. Mening qo'limdagi mousega diqqat qilsanglar bo'ldi. Bu yerda 24 grad bu kimniki ekan? Men hozir masalan korrekt. Okay. Endi hozir masalan yükselen degan ascendant deymiz. Ascendant degan hozir masalan men sizlarga o yükselen o bu desam bu yükselen degan nima deb o'ylab qolishinglar mumkin. Men faqat bugun birinchi darsda, birinchi qitimliq videomda sizlarga faqat abstrakt mundaq to'liq inchik shaklda tushundirsammi, abstrakt bir tushuntirib turmay, aldirmay kunlarning o'tishi bilan sizlar bir-birlab horoskop degan mundaq bo'ldi ekan, yulduz xaritasi degan mundaq bo'ldi ekan deb tushunsizlar. Yulduz xaritasi hozir men ko'rsatgandek bu shaklda bo'ldi. Bu chambarning ichida. Bu chambarning ichida masalan ascendant deb bu yerda bir narsa bor. Bu yerda ascendant. Men ko'rdingiz, ASC. Bu yükselen degan gap. Masalanga birinchi uy deymiz. Bu horoskop 12 uyga bölündü. Bunun birinci uyi men degan gap. Masalan men qandaq, boshqalar meni qandaq ko'rdi. Masalan, boshqalarning ko'zida ko'rinishi men degandek. Masalan, ascendant 23 grad 4 daqiqa. Masalan, bu 1 daqiqa shunlashqa tug'ilgan vaqtingiz nihoyat muhim degan gapdiki, muhim soat, minut bek muhim degan gap. Agar tug'ilgan soatingiz, minutingiz bo'lmasa, sizning bu xaritangizni olib chiqib olmaydi, ulashmaydi. Shunlashqa tug'ilgan soat, minutni ayirib chiqish kerak. Asli bu 1 grad 4 minutda 1 grad o'zgardi. 1 grad ilgirlaydi degandek. Shunlashqa ascendant degan shu, birinchi uy, bu birinchi uyni qanday topamiz deganda, sizning bu dunyoga kelgan vaqtda birinchi nafsingiz. Bu dunyoga kelib olgan tunji nafsingiz qaysi vaqt bo'lsa, shu vaqtda ufuqda yulduz, qaysi yulduz bilan ufuq kesishgan yulduz. Bir yulduz kesishdi. Bir darajasi bir yulduzda qilmaning. Shu kesishgan darajasi shu ascendant deyildi. Bu yükselen deb qo'ydi. Qaysi yulduz turkumini yükselgan, qaysi yulduz turkuminin qaysi darajasi yükseldi degan gap. Ufuqqa yükselgan, ufuqqa kesishdi degan gap. Shunlashqa ascendant nihoyat muhim. Bugun ascendantni o'ytay. Tug'ilgan soatini qilib, anadan keyin buning ichida mana ko'rsanglar, masalan, har bir geziganlarning o'zining simbollari bor. Masalan, quyosh desa, quyosh ma shaklda. Masalan, keyin men quyoshni ayrim ko'rsatib turib qilaman. Mana quyosh, Venus, Lilith, Merkur, Mars degandek bularning hammasining o'zining nimalari bo'ldi. Anadan keyin bu yerda bu uy 360 gradus 12 ga bo'lindi. 12 ga bo'lingan vaqtda bu 12 sizning 12 hayot bo'limingiz degan gap. İnsanning 12 hayot bo'limi bo'ldi ma'noli hamda. Buningda masalanga bu uylar, bu 12 uyga bo'lindi. 12 uy, buni aldirmay har bir uydan boshlab so'zlayman.
Әмді бүген мен пәкәтләм şu horoskopның, astrologiyaның şu xəritəsi, yulduz xəritəsi qandaq buldu degan vaqtda men şu xəritəni sizlərə göstərib turub qıldım. Qalğanlarını aldırmay gündən güngə texmo mükəmməlləşdirib orunlaşdırmız degəndək. Anadakı mən qani sizlərə hazır görünməmdi bilməyəm. Əmdi sizlərə faqat nemini göstərib qoyay deb açdım hazır. Quyosh sistemasini. Quyosh sistemasidagi geziganlar, planetlar. Degan vaqtda masalanga hazır men mani ko'rsatsam. Masalanga mana. Sizlarga ko'rinamdi bilmayman, qani qilib baqay. Quyoshning yanida Merkur. Merkurning yanida Venus, Merkurdan keyin. Venusning keyindan Dünya. Dünyanın keyində, dünyanın yanında ay buldu. Ayның mərkəzi dünya buldu. Dünyanın ətrafında beqiraydı ay. Ay başqa yerə baranmaydı. Anadan keyin Mars. Marsның keyindən Jupiter. Jupiterның keyindən Saturn. Saturnның keyindən Neptun. Neptunның keyindən Uranus. Uranusның keyindən Pluto. Bu Quyosh sistemasidagi Samanyolu sistemasındakı geziganlar. Biz şu geziganlarning hammasini ilgirki kunlarda Quyoshdan boshlab har haftada bir planetdan boshlab sizlarga tanıştırman. Hamda ularning rolini, ham bizning hayotimizdagi qaysi vaqtlarda masalanga nimalar, masalan, nima deb qo'yamiz, bizning hayotimizga bo'lgan ta'siri qanday bo'ldi degandek. Bularning hammani so'zlab o'taman. Bugun unda bu darsimni boshladim. Har shanba kuni bir qisqagina, kichkina nimalar bilan, videolar bilan sizlar bilan uchrashman. Agarda sizlarning bilmoqchi bo'lgan savollaringlar bo'lsa, kommentariy yozib qo'ysanglar bo'ldi. Undan sonra rahmat. Sizlarga kelib görüşəydi. Xoş.